Assalomu alaykum. Trikotaj materiallarini arzon va sifatlisini qidiryapsizlarmi? Ushbu materiallar sizlar uchun. Bu materiallardan olib turib, o'zingizlarga arzonroq sifatli trikotaj mahsulotlarini chiqarsanglar bo'ladi. Bugungi ish boshlayotganlar uchun va ish boshlab arzonroq trikotaj materiallarini qidirayotganlar uchun bu eksportdan ortgan birinchi sort materiallar. Hammasi eksportga ketgan. Bular o'shalardan qolgan bitta, ikkita to'pla. Bularni ichida Lycra bor, 2 ipli bor, 3 ipli bor, Supreme bor, aralash, materiallar aralash sifatli. Asosan Gribinoy Carde Compact iplardan qilingan sifatli materiallar. Faqat bittadan dona, rulonda rangidan bittadan donadan assortiment juda ko'p, xili ko'p. Agar qiziqtirsa aloqaga chiqinglar, eng kamidan 100 kilodan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Videoning tagida kontaktlarni qoldiramiz. Shoshilinglar. Bundan ham sifatli, bundan ham chiroyli materiallar sizlarni kutyapti. Bu materiallardan lasina, futbolka, iplilardan trikolar tikishinglar mumkin bolajonlar uchun. O'zingizlarning didinglarga qarab, o'zingizlarning fantaziyanglarga qarab chiroyli mahsulotlar chiqarsanglar bo'ladi. Trikotaj materiallari eksportga ketgan materiallardan ortgan bitta ikkita to'plar. Sizlarni kutyapti.